Assalomu alaykum hammaga. Mana hozir Sheremetyevo aeroportidamiz. Sana samarqandlik akamiz bilan ko'rishib qoldik. Bir piyola choy ustida gaplashib o'tiribmiz. O'zlari Moskvada ishlar ekan, bir voqea to'g'risida aytib qoldi. Sizlar ham xabardor bo'linglar deb turib akaga iltimos qildik. O'zlaridan bir og'iz eshitasiz hozir. Jafar aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima bo'lyapti o'zi Moskva sharoitida hozir? Mana hozir YouTube ishlamaydi, WhatsApp ishlamaydi, Telegram ishlamaydi. Yoshlar VPN skachat qilib ko'rishadi endi yoshlar. Men yaqinda guvohi bo'ldim, 3 ta bola keldi. Naryoqda militsiyalar turuvdi, shu bolalarga aytdim, do'stlarim, ertalab bittasi 2000 to'lagan ekan, aytdim shunday dedim. Quloq solmadi. Kechga borib tushib, har biri 25 mingdan to'ladi. Bu nima uchun? VPN ishlatgani uchun. Aziz do'stlar, mana Jafar akani gapini eshitdinglar. O'zi Moskvada bir yil bir oy bo'lib kelganiga farzandini uylantirib, farzandli deb kelgan ekan. Hozir ko'p yoshlarimiz mumkin bo'lmagan VPN'larni ishlatib qo'lga tushib qolyapti ekan, titrab to'layapti ekan. Ehtiyot bo'lamiz, qolganlarga ham yetkazib qo'yamiz. Bizni kuzatishda davom eting.